Assalomu alaykum. Qadri baland, qadrdonlar. Sizlarga bir bo'lib o'tgan voqeani so'zlab bermoqchiman. Bir o'rmonzorda, katta bir o'rmonzorda hech kim yo'q, bir o'zim. Oyoq kiyimim ham yo'q, ust-boshim bir ahvolda, yalang'och yo'q holda. Toliqqan holda, rosa charchagan holda, hattoki qo'llarimni ham qimirlata olmasdim. Bir kichkina daraxtning soyasida yiqildim. Xazonlarning ustiga yiqildim. Va biroz o'zimga kuch to'plash uchun ozgina ko'zim ketdi. Va birdan oyog'imni tagida nimadir qimirlashni boshladi. Asta-sekin ko'zimni ochib qarasam, men ko'z bilan ko'ray. Bir turqi sovuq, odam ko'rganda seskanadigan darajada bir xunuk mavjudot. Qop-qora chayon oyog'imni tagida yopishib turibdi. Shu payt menga kim yordam bera oladi? Kimdan yordam so'ray olaman? Bir o'zim, katta bir o'rmonzorda bir o'zim. Ich-ichimdan so'radim Allohdan. Allohim, bu ham menga bergan bir sinovim bo'lsa kerak. Allohim, o'zing himoyangga olgin deb ich-ichimdan so'radim. Shu payt biroz o'tib o'tmas qayerdandir bir katta bir qovog'ari, qop-qora qovog'ari yetib keldi. Va biroz atrofimni aylandi. Va sekin asta o'sha oyog'imda turgan choyonni ustiga qo'nib uni yeya boshladi. Oyog'imni qimirlata olmasdim hattoki. Oyoq qo'lim qimirlanadi. Qovog'ari asta-sekin uni yeb, bitirib tugatdi. Va sekin-asta uchib ketdi. Shu payt ich-ichimdan bir nimalar o'tib ketdi. Xursandligimdan cho'chib uyg'onib ketdim. Qarasam, bomdod vaqti kirib qoladigan ekan. Doim o'zini huzuriga turgizish uchun shu bo'lib o'tgan voqeani mani tushimga solib, o'zini huzuriga turgizish uchun, Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni o'zini huzuriga turgizish uchun shu bir bo'lib o'tgan voqeani mani tushimga soldi Alloh. Allohim o'zini yaxshi ko'rgan bandasini o'zini uyida, ba'zi birgilarini o'zlarining uylarida turgizib qo'ydi Allohim. O'zini huzuriga ibodat qilish uchun yaxshi ko'rgan bandalarini.
Allohga bo'lgan ishonchni yo'qotmaslik kerak. Nimaiki qilayotgan ishimiz bo'lsa, Allohga ishonib, Allohga suyangan holda, aniq ishonib harakat qilsa, albatta erishadi. Allohim beradi. Allohim qo'lini ko'tarib, bir bandasi qo'lini ko'tarib, Allohdan so'ragan bandasini quruq qo'li bilan qaytarishga hayo qiladi xonsa. Alloh buyuk zot. Alloh yagonadir. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.